Borib qo'ysam bo'ldi. Tutunmi? Qayerdan kelyapti? Voy, bino yonyapti ekan. Voy, Xorazmda savdo do'konining bir qismi yonib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur holat viloyatning Hazoras tumani Temirchi maskan mahallasi hududida joylashgan 3 qavatli savdo do'konida kuzatilgan. Hodisa natijasida savdo do'konining 280 kvadrat metr maydoni hamda tom, shifti va ichidagi hamma jihozlari yonib ketgan. Joriy yilning 17-aprel kuni soat 16:04 da Xorazm viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Hazoras tumani Temirchi maskan mahallasi hududida joylashgan savdo do'konlarining birida yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, mazkur yong'inni 17:10 da to'liq bartaraf etishgan. Tezkor harakatlar natijasida savdo do'konining 200 kvadrat metr maydonidan ortiq qismi yong'indan saqlab qolingan. Yong'in sababi va zarari aniqlanmoqda. Yong'in natijasida tan jarohati olgan va vafot etgan fuqarolar yo'q. Olovli, shov-shuvli va eksklyuziv voqealarga bugun ham birinchilardan bo'lib xabar topdingiz. Millarda hozircha ana shunaqa gaplar. Aytgancha, Milliy TVdan uzoqlashmang. Bundanda qiziq voqealar hali oldinda.